Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Ayni damda biz Rusalkadagi 8 qavatli ajoyib qurilgan domimizni Zolotoy etaji, ya'ni 2-qavatidagi bir xonali kompaktni kvartiramizni 2 xonali qilib ta'mirlaganlar. Ushbu xonadonimizni syomka qilyapmiz. Oyoq tagiga kafelari terib qo'yilgan. Kiraverish qismida prixojniy mebellar o'rnatib qo'yganlar. Kvartiramizni sanuzul xonasida yuqorisigacha kafellar terilgan, vanna, unitaz, ariston, rakvina barchasi o'rnatilgan. Sensorli oynalar ham mavjud. Bu yer esa kiraverish qismi bo'lib, studiya sifatida mehmonxonadan foydalanganlar. Bu yerda dekoratsiya ishlari olib borilgan, remontda televizorlari, podsvetkalar, yuqorisida natijali potolokda ishlovlar berganlar. Chiroyli qandillar ilingan. Oyoq tagida gilamlari to'shab qo'yilgan. Bu yer esa kvartiramizning kattalari yotoqxonasi bo'lib, mebel bilan jihozlangan. Elita pardalari, natijali potoloklari, qandillari barchasi mavjud. Kvartiramizning oshxonasi, kuxonli mebel, gaz plita, vitishka, smesитель, moyka, xolodilniklari ham tayyor. Kvartiramizning isitish tizimi duh konturli koteldan turetskiy radiatorlar o'rnatganlar. Ushbu ajoyib xonadonimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, quyidagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin.